mashhur qissa, hamma eshitgan, o'rni kelganda takrorlaymiz. Umrini o'g'irlik bilan o'tkazgan odam ana shu o'g'irlik qilib yurib bir odamni o'ldirishiga ham sabab bo'ldi. Qotillik ham qildi. Tutishdi. Qotillik qilganligi uchun qatl qilinishligi kerak. Uni qatl qilishligi uchun hukmni ijro qilgan olib chiqishdi. Shunda oxirgi tilagi so'raldi. Onamni bir ko'ray dedi, hali o'g'ri. Ma'qul talab, onasini ko'rgizib olib keldi. Onasi yana kelganda tilingizni chiqaring, tilingizdan bitta o'pib olay o'limimdan oldin dedi. Tilini chiqarganda shat tishlab tilini uzib bu yerga tashlab yubordi. Onasini tilini uzib tashladi. Nima dedi? Law lam yakun hada al-lisan mushajji'an li fil jarayim ma faqattu hayati. Agar mana shu til meni gunoh ma'siyat qilishlikka shijoatlantirmaganida hayotimdan ajramagan bo'lardi dedi. Bu nima qilgan edi bu? Bu tuxum o'g'irlagan edi. Shu ko'chaga qadam bosib chiqib qo'shiniga kirib tuxum ko'tarib chiqqan edi. Hayotida o'g'irlikni boshlagan edi. Lekin bilmaydi o'g'irlik ekanligini bu bola. Bu bola kichkina, o'g'irlik nima, to'g'rilik nima bilmaydi. Bilmay qilib keldi. Ona, alhamdulillah, bolam katta bo'lib, ko'chadan uyga rizq topib kelyapti. Keyinchalik bu tuxum tovuqqa aylandi, qo'yga aylandi, xullas katta-katta ishlarga aylandi. Kim boshladi bu ishga? Ona boshladi. Agar shu til meni gunoh qilishlikka shijoatlantirmaganida, men hayotimdan ajramas edim dedi. Agar yoshligida tushuntirib qo'yilganida bu narsa mumkin emasligi, haromligi, shu ishga yana davom etib kirishib ketmas edi. Demak, rostgo'ylik omonat, yolg'onchilik xiyonat. Bu ona xiyonat qilgan edi bolasiga. Harom ishni yaxshi ish deb yolg'on gapirgan edi. Bolasini o'g'irlikka ona o'zi o'rgatdi. Shuning uchun o'zini bolasini kami-ketigi bilan, ehtiyoji bilan ishi bo'lmagan ota. Nimang bor, nimang yo'q, nima kaming bor, birodan bir narsani tortib olmagin, bir narsani o'g'irlab kelmagin. Ota agar parvoz qilmaydigan bo'lsa, bola ko'chadan topib boradi shu ehtiyojini. Bolangiz qo'lida bir narsa ko'rdingiz. Siz pul berganingiz yo'q. Telefonmidi, ruchkamidi, kitobmidi, nima edi? Sizdan pul olgani yo'q bunga, lekin qo'lida turibdi. Qayerdan olding? So'rang.